Qur'on uchun men arab tilini yana ham chuqurroq o'rganishim kerak ekan, shuni bildim. Oldingizga qanaqa qiyinchilik kelganidan qat'iy nazar, kelishdan qat'iy nazar, albatta yiqildingizmi, o'rningizdan turishga o'zingiz kuchingiz bilan harakat qiling. Xo'p, sizni yoqtirgan faslingiz? Men yoqtirgan faslim qish. Qishni juda ham yaxshi ko'raman. Sababi qishda birinchidan yoshligimda qolgan zo'r xotiralar nihoyatda ko'p. Inshaalloh nasib qilsa, o'zim maktab ochish niyatim bor. Ben Robert Shaxmardansk yangi boy. It's like a stylish, like nima deydi? Qandaydir stilli nomlaridan bir o'ziga xos, ya'ni odamda shunday o'zi o'qib qaraganda ko'ziga tashlanadi, keyin jalb qiladi o'ziga. Misol uchun menda shunaqa bo'ldi boshda ko'rganimda. Assalomu alaykum yangi boylar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni yana navbatdagi videoyimda, ya'ni intervyuda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Shu logotipni tayyorlash chog'ida, hop, bizda yangi mehmon Nargiza xonim Hasanova hozirgi kunda jahon tillarida o'qib, shu yerda magistraturada o'qib faoliyatlarni olib boryaptilar. 2-kursman deb aytdilar. Ana endi so'z navbati opajonimizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor barchaga salom. Men jahon tillari talabasiman, ya'ni jahon tillarida o'sha yoshligimdan o'qishda niyat qilgan edim. Xudoga shukr, Allohim hamma niyatlarimni amalga oshirdi. Buning uchun ota-onamga kattakon rahmat aytaman. Ey qoyil, hozir ana endi gapni chiroyli boshladik intro bilan. Ana endi o'zimizni tanishgan vaqtimiz o'tadigan bo'lsa, opajonimiz bilan men 10-11 sinflarda shu yerda, ya'ni Farg'ona viloyatida joylashgan viloyat axborot kutubxona markazida ingliz tilidan repetitor olib, o'rganib, birga tayyorlanardik. Ana shu paytda birga mashq qilardik. Tanishganmiz, shu bilan hozir taqdir nasib qilib, bugun mana 22-dekabr kuni 2025-yilda ko'rishdik. Qancha yillardan so'ng orada qancha periodlar bo'ldi? Qayerlarda bo'ldingiz? Nima ishlarni amalga oshirdingiz? Tilim inglizga ketib qoladi, lekin o'zbekchada harakat qilaman. Yaxshiroq gapirishga e'tibor bermaysizlar. Bilasiz, repetitorga tayyorlaganmiz. Undan keyin siz qancha muddatdan keyin tayyorlandingiz va imtihon topshirdingiz? O'sha paytda kutubxonaga doim kelib turardim. Esingizda bo'lsa, speaking clubda doim birga nima qilardik, qatnardik, shug'ullanardik. Va o'sha paytda meni o'zi orzuyim ingliz tili yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lish bo'lgan, ya'ni tilshunoslik. Nafaqat ingliz tili, balki boshqa tillarni ham o'rganishga o'sha paytda qiziqishim bo'lgan. Faqat birinchi asosiy menda dominantlik qilgan ingliz tili bo'lgan. Shu sababli ingliz tili yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetini fakultetiga kirganman. Qaysi yo'nalishda? Xorijiy til va adabiyotda, ya'ni ingliz tili. Ingliz tili orqali ko'p qaysi ma'noda eshiklarni ochgansiz? Shu jahon shu qatorda mana ingliz tili hayotimizni zo'r yaxshi tomonga o'zgartirdiki, yomon tomonga olib kirgani yo'q. Xo'p, ana endi savollar ketma-ketligini berib o'tamiz. Ingliz tili orqali o'zingizga qancha yaqin do'st orttirdingiz, dugona hamda o'g'il bolalar do'stlardan? Rostini aytsam, ingliz tili men uchun nihoyatda katta eshiklarni ochdi. Aytib o'tganingizdek, to'g'ri aytdingiz. Ya'ni ingliz tilini o'rganish jarayonida nihoyatda ko'p tanishlar, yaxshi insonlarni uchratdim. Har xil yoshdagi yaxshi insonlar, orasida kattalari ham bor, kichiklari ham bor. Va hozirgacha mana siz bilan tanishganimiz ana shu ingliz tili nimasi bo'lgan, sabab bo'lgan. O'sha paytda speaking clubga qatnab yurardik. U narsani so'z bilan ta'riflamayman, qancha narsa olganimni ingliz tilidan. Shu qatorda mayli, yana gapingiz bo'ldim. Bu emotsiyalarni, shu paytdagi holatlarni bir qator eslab o'tadigan bo'lsak, viloyat kutubxonasi ta'miri o'rta marayonda edi. Hozirgi kunda mana deyarli jahon standartlariga bemalol javob beradi. Faqat O'zbekiston hududidagi kutubxonalar ichida deyarli sanoqli eng yaxshi 1-2 o'rinlarda desak ham mubolag'a bo'lmaydi. International English Language Testing System. Mana shu, ya'ni IELTS shu baholash mezonida sizni darajangiz necha, yuqori darajani
qo'lga kiritdingiz va qancha muddatda? Man maktabda, ya'ni Farg'ona shahrini 10-maktabda o'qiganman va o'qish jarayonimizda bizga ingliz tili o'tilmagan. Ya'ni Maktabda? Ha. Maktabda ingliz tili o'tilmagan rostdan. Nemis tiliga ixtisoslashgan bo'lgani sababli biz nemis tili o'rganganmiz, ya'ni 9 yil davomida. Keyin men litseyga kirdim, Sariq litseyga, Farg'ona shahrida joylashgan va tarix mutlaqo boshqa yo'nalishga kirdim, ya'ni tarix yo'nalishiga. Meni ingliz tiliga kirib kelishimning asosiy sababi meni dadam bo'ladi, chunki dadam o'sha paytda universitet tanlash paytiga kelganda menga maslahat bergan til yo'nalishida ketishimni. Keyin men o'ylab ko'rganmanda ingliz tilini tanlaganman. Sababi meni bir sinfdoshim bo'lardi. Ana shu sinfdoshim o'sha paytda IELTS ga tayyorgarlik ko'rib yurardi. Ha. IELTS ga tayyorgarlik ko'rib yurgan paytda men uni gapirishlariga qoyil qolardim. Nihoyatda qiziqqanman. Ingliz tilini qanchalik boy, chiroyli tilligi. Keyin men o'zim tasavvur qilganman, xayolimda men ham ingliz tilida gapirsam, o'zimni ingliz tilida ochib bersam qanday bo'ladi? Chunki men til sohasiga oldindan qiziqqanman, ya'ni ona tiliga. Keyinchalik dadamga aytganman va ingliz tilini o'rganib, birinchi IELTS topshirgan yilim universitetga kirishdan oldin bo'lgan. Universitet uchun albatta 2021-yil 12-iyul adashmasam. 12-iyunnisida topshirganman va birinchisiga 5,5 olganman. Birinchisiga 5,5. Ha, birinchisiga 5,5 olganman, ya'ni 4 oy tayyorgarlik ko'rib. 4 oy. Ha. Men esa shu joyda o'rtada keskin ozginacha tomoqlar qilib, o'ziga taklif qilib, o'zingiz rastatsiya qilib olishingiz mumkin. Men 1 yil 2 oy tayyorlanganman. Plus ba'zi bir o'yin qarorli qilib, tipa relationshipga berilib, qaysi ma'noda 4,5 IELTS shu bir uyat emas, har holda u IELTS nima bilasizlar, daraja 1 dan 9 gacha baholanadi, siz darajangizni belgilab beradi. Shuni oldik, shu bilan 4,5 shundayligicha qoldi. Men davomiylik shug'ullanishni tanlamadim, o'zim yo'nalishimda boshqa ishlar bilan chalg'ib ketdim. Hozirgi kunda sizning hayotingizda qanchalik bu IELTS, ya'ni sertifikat sizga qo'l keldi va qanday yordam berdi keyingi muvaffaqiyatlarga erishishingizga? Avvalambor savol uchun rahmat. Katta yordam berdi. Ya'ni ingliz tiliga qo'ygan qadamim. Birinchidan nihoyatda ko'p tanishlar orttirdim. O'sha aytib o'tganimdek. Ikkinchidan dunyo qarashimda o'zgarish bo'ldi. Qanday o'zgarish? Nima deydi? Yangi stepga chiqdim. Step by step. Chunki bilasiz, ingliz tilida nihoyatda ko'p resurslar bor. Nihoyatda ko'p kitoblar bor. Ayniqsa psixologik. Men eng yaxshi ko'rgan, eng qiziqqan soha psixologiya, self development and business of course. Business ham. Mana shu yo'nalishda o'zbek tilidan ko'ra ingliz tilida kitoblar nihoyatda ko'p. Nihoyatda. Ayniqsa nima deydi, o'zini asl variantida o'qiganingiz baribir boshqacha, to'g'rimi? Ingliz tilida asl variantida kitobini o'qiganingiz baribir sizni tezroq rivojlanishingizga sababchi bo'ladi. Chunki bu dunyo tili-ku, ingliz. Rahmat javob uchun. Mana endi ozgina ingliz tilida gaplashamiz. Okay, let's talk about your nickname, please. Well, actually, I had one nickname. It's Tiffany. Oh, so good. Do you remember? Yes, of course. Tiffany. So many years ago. Yeah. Okay, let's talk about me. And yours? Yes, Robert? this is my nickname, Robert. If I say about myself, I am 2003 years. Yes, of course. But now I'm working just Fergana Football Association. Opajonimiz nickname'lari bor, Tiffany. Ancha bilasizlar, har kim ingliz tiliga qadam qo'yganda muhitni tanlash, ya'ni o'zgartirish har bir o'quvchiga vazifa beriladi. Ya'ni o'zini ismidan kelib chiqib, xorijiy ismlarni tanlash. Shu qatorda men ham aytadigan bo'lsam, o'sha vaqtlar Sumerki kinosi bor bo'lsangiz, ana shu kinoda ko'rib, bosh aktyor o'zim yoqqan edi, Robert Pattinson. U paytda men nima dedim? Smart учебный centrda o'qirdim.
Shu paytda Mukarramxon degan o'qituvchimiz bo'lardi. Xullas tanladida, qarasam Robert. O'zimni asl ismim Nozimjon. Bilasiz, O'zbekiston hududida va mana shu joyga saqlab qo'ygan ekanman. Atrof muhitni, salom-aligini ham mani intervyuim orqali bilishadi, plus o'zlariga ibrat chiqarishadi. Xo'p, ismni to'liq aytish masalasida ancha kamchiliklar bor o'zimiz aholida ham. Albatta bu fakt. Mani ismim Nozimjon, ba'zi birlari qisqa bo'lib noto'g'ri aytishadi. Shu menga yoqmagani uchun hozirgi kunda mana Robert taxallusi bilan faoliyat olib borib yashab, salom alaykum. Ko'chada ko'rgan odamlar ham, yaqinlar ham Robertni bilishadi. Plus bu ot menga yoqadi. Hariga oddiy birinchi ismim ham chiroyli qilib aytsa, Tabro, tak naborot bo'lsa, sразу chapamiz deydi. Ana endi opajon, uzoq chalg'imaymiz. Ana endi kelajakdagi maqsadlaringiz qanday? Xo'p. Kelajakdagi maqsadlarim, o'zi to'g'risini aytsam, gapirishda ko'pchilikka gapirmayman kelajakdagi maqsadlarimni, lekin sizni podkastingiz uchun albatta gapiraman, aytaman. Kelajakda, xo'p, yaqin kelajakda qilgan maqsadlarim bor albatta. Ya'ni ular ayrim tillardan, arab tilidan, rus tilidan va nemis tillaridan sertifikatlarga ega bo'lish, ya'ni kamida inshaalloh C1. Bu sertifikatlarga ega bo'lish menga nima uchun kerak? O'zi umumiy sohamni olib qaraganda poliglot, ya'ni ko'p tillarni biluvchi. Ya'ni mana shu tillardan o'zimni o'qituvchilikda sinab ko'rmoqchiman. Jahon tillarida o'zi o'qigan paytimizda, bakalavr paytida bizga arab tili ikkinchi til sifatida o'tilgan. Shundan arab tiliga qiziqishim oshgan. Va albatta Qur'on o'qish uchun, Qur'on bilasiz, baribir arab tilidagisi boshqa u. Qur'on uchun men arab tilini yana ham chuqurroq o'rganishim kerak ekan, shuni bildim. Chunki eng qiyin tillarni ichida arab tili albatta yetakchi o'rinda egallaydi. Hozirgi kunda aksariyat yosh qizlarni baribir ibrat sifatida olyapmiz bu videoni ham. Shuncha vaqtgacha o'qib, bilib, qaysi ma'noda ilmga ega bo'ldingiz. Ana endi o'zingizni fikringizdan kelib chiqib, ana shu yosh qizlarga aytsangiz, tavsiyalaringizni bersangiz, yomon yo'llarga emas, qaysidir ma'noda kecha angir telefonlarda gaplashish, shunaqa narsalardan chetroq bo'lib, o'zlarini tark qilib, yaxshi ma'noda ilm olsa, plus sizga o'xshab mana shunday yetuk bir aqlli shaxs bo'lib yetishlariga tavsiyalaringizni bersangiz. Rahmat kattakon. Avvalambor qizlarimizga, ya'ni 18-17 yoshlik, ya'ni 9-sinf bo'ldimi, shularga meni maslahatim, o'zimdan kelib chiqib umumiy maslahat berishga harakat qilaman, lekin hali maslahat berish darajasida emasman. Oldindan aytib qo'yay. Asosiysi nima bo'lganda ham albatta maqsadlaringiz bo'lishi kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham inson shu qayerga ketayotganini va kelajakda qaysi manzilga yetib borishni xohlashini bilish kerak. Bu birinchisi. U maqsadlaringiz albatta sizni hozirgi holatingizga qanchalik yaqin yoki uzoq, shuni albatta shu haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Misol uchun, kelajakda kim bo'lmoqchisiz yoki bo'lmasam kelajakda o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? Agar sizda tasavvur bo'lmasa, hech qachon biron narsaga erisha olmaysiz hayotda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, oldingizga qanaqa qiyinchilik kelganidan kelishdan qat'iy nazar, albatta yiqildingizmi, o'rningizdan turishga o'zingiz kuchingiz bilan harakat qiling. O'zingizni kuchingiz bilan. Albatta yoningizda ko'p odamlar bo'ladi, sizga yordam beradigan, lekin insonda o'zida xohish bo'lmasa, o'zida kuch-quvvat bo'lmasa, qolganlarni bergan yordami sizga uzoqqa yetmaydi. Harakat qiling, nihoyatda ichingizda yaxshi niyat qilishga. Chunki albatta qilgan niyatingiz, hozir yoshligingizda qilgan niyatingiz amalga oshishi juda ham tez bo'ladi. Men o'zimda shu narsani ko'rdim. Rahmat. Alohida asobiy javob uchun orada rus so'zlaridan foydalanamiz. Xo'p, qarang, shunday qisqa muddatli bir kichkinagina intervyu tayyorlayapmiz. Virtual olam orqali ularga ruhiy bosim bermaylikda. Chiroyli bir yo'qki mavzularga ham o'taylik endi. Qanday siz shunday? Hozirgi kunda qanday seriallar hamda movielarni ko'rib turasiz va iloji bo'lsa 2 dona sarlavhasi bilan? Rostini aytsam, hozirgi kunda men til aloqasiga
bo'lgan, tilga aloqasi bo'lgan seriallar ko'ryapman, ya'ni nemis tilida. Xo'p, oxirgi ko'rgan moviyimni aytsam, diniy. Okey, yana ham boshqa janrda bo'ladigan bo'lsa, Avatar chiqibdi. Agar ko'rgan bo'lsalaringiz, ha, rosa qiziqdim, to'g'risi. Ha. Fantastikani o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun Avatarni hozir ko'rish jarayonidaman, lekin hali oxirigacha yetkazganim yo'q. Qo'yil javoblar uchun rahmat. Rejalar haqida gaplashdik. Ana endi meni rejalarim haqida gaplashamiz. Shu nimagaki, bilasiz, O'storyil deganda jahon chempionatiga chiqdik futbolimiz bilan. Shu nasib bo'lsa yozda iyun va iyul oylarida Amerika hamda Kanada hamda Meksika davlatlari hamkorligida o'tkazilyapti bu turnir. Ana shu yerga borib biz jahon chempionatida to'g'ridan to'g'ri namoyish qilish operatorim bilan niyatimiz. Bu birinchi maqsadimiz bizni. Plus siz bilan ham keyinchalik ham yaxshi jiddiy intervyu qilamiz. Siz o'qishingizni bitirasiz. Xo'p, ana endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, qancha vaqtdan keyin boshda ikkita oyoq to'rtta qilish niyat yoki planlar bor? Yoki bilasiz, har kimning o'zini hisob-kitobi bo'ladi. Shu ba'zi birlar aytadi, "Shu vaqt soat kelgan" deydi. Yo'q, sizga grubi qilib, qo'pol qilib, qachon degan savol bermadim. Shunday uzoqdan kela qoldim. Avvalambor bu narsa nima deydi, Alloh biladi. Bu narsani hech kim reja qilganingiz bilan Xudoning rejasi baribir bo'ladi, amalda bo'ladi. Inshaalloh yaqin kunlarda, albatta Xudo xolasa. Lekin men sizga hozir 1 yil yo 2 yil deya olmayman. Yaqin kunlarda deganda shag'al uchrashuvga chiqmaysan, mabodo. Aplar o'chadi. Tushunarli. Lekin nima qilamiz? Farg'onaga kelib tashrifingizdan maqsadingiz? Tashrifimdan maqsad, bilamiz, hozir Yangi yil arafasi. Sanoqli kunlardan keyin 2026-yilda qarshilaymiz. Mana shu o'zi an'anaga muvofiq doim har yili o'sha bayram arafasida iloji boricha ertaroq kelishga harakat qilaman, ishlarimni, o'qishlarimni bitirib va kechaga nasib qildi, kecha yetib keldim Toshkentdan. Samolyot orqali keldingizmi yoki yengil mashina orqali? Yengil mashina orqali. Perivallarda qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, sababi Perivalda ancha qorlar erigan. Ancha nima? Biz kelgan paytda qorlar ancha erigandi. Xo'p, sizni yoqtirgan faslingiz? Men yoqtirgan faslim qish. Qishda juda ham yaxshi ko'raman. Sababi qishda birinchidan yoshligimda qolgan zo'r xotiralar nihoyatda ko'p. Keyin nima deydi, Yangi yilda oilaviy nishonlash baribir boshqa. Ana endi siz Farg'onani qaysi joydan va qaysi mahallasidansiz? Men Farg'ona shahrida tug'ilganman. Yurtparvar o'sha ko'chasi Oqariq Oybek degan joy bor. Eski bolalar uyi. Boylarim bilishadi. Xo'p, bilasiz, yoshligimizda hammamiz boring yana 2000-yildan buyog'i 2010-yillar muddat mana shu masofani olyapman. Ash payt yog'ingarchilik, ya'ni ekologiya buzilmagan paytlar bo'lgan. Qorlar juda ham ko'p yog'gan, ya'ni deyarli tizza bo'yi, ham har yilgi qish juda bir esda qolarli bo'lgan yoki biz tug'ilib o'sganimiz uchunmi? Ash muddatda bilasizlar, qishlarda chenalar sig'anardik. Hammamiz deyarli loy bo'lib, deyarli mana pochalarimiz uvib, burunlarimiz oqib, shakkalarimiz qiyshayib, xullas qorlar dumalab kirib kelardik. Ana shunaqa bo'lgan zavqli onlar ham sizning hayotingizda bo'lganmi? Albatta, juda ham ko'p bo'lgan. O'sha bittasini aytib beraman, qiziq voqeani. Nihoyatda sho'x bo'lganman yoshligimda. Nihoyatda sho'x bo'lganman. Hozir ham shu narsa baribir saqlanib qolgan. Qishda muz uchaman deb bir kuni o'zimga muz yo'lak tayyorladim. Ya'ni o'zimga o'sha muz tayyorladim. Bilasiz, muz tayyorlash oldin shunaqa bo'lardi. Bitta joydan ko'p uchaversangiz, ya'ni o'sha oyog'ingiz bilan harakatlansangiz, o'sha narsa muzga aylanadi. Qorlarni alohida nima qilasizda, o'sha uzun muz yo'lak tayyorlaganman-da, shu uchaman deb uzoqdan kelib bitta uchganimni bilaman. Xullas, nima? Siz chinada bo'lgansizmi siz? Chinada? Yo'q, chanada emas, oyoq bilan uchganman. Oyoq bilan uchib kelib ketgansiz. Yo'q. O'sha uchgan joyimda nimadir noto'g'ri ketib qolganda, shunday yiqilib tushganim esimda. O'shandan keyin 2 yil umuman muzga to'xtaganman, muz uchishdan. Shu bu yerdan shu mantiq tomonidan keladigan bo'lsak, bilasizlar, u joyda muz, yaq, biz mabodo bir
orqa miya bilan yiqiladigan bo'lsak, hayotimizga ya'ni konец sveta bo'lib, ya'ni nuqta qo'yilish oson narsa emas, bilasiz. Yeah, fortunately, baxtimga yomon tushmaganman. Shu faqat nima deydi, o'zimga yaxshigina saboq bo'lgan. Ya'ni ehtiyotroq. Keyinchalik ham boring yana 1 yil yoki yildan keyin ham bitta reja qilib maqsad qilib qo'ya qolaylik. Taqdir nasib qilgan bo'lsa, mana bu Amirsoy tomonlar bor. Bizda mana Shahmordon yaxshi joylar bor. Mana shu joylarga qor yoqqanda bir qor serangani olib borsam nima deysiz? Albatta. Juda ham xursand bo'lardim. Lijalarni spesialni kiyinib, tayyorlanib, bir kunda ana shunga shu bir yana kelsa, ya'ni bo'lajak xotiralar uchun o'zimizga qaysi ma'noda shu yaqin do'st sifatida bilasizlar, hozir kommentariylar yozmanglar. Bizda shu unaqa emas, shu hammasi mana salomalik yaxshi joyda bo'lyapti. Xo'p, shuncha vaqtgacha intervyumiz bo'ldi. Ana endi sizni yaqinda shu kunlarda bo'lgan eng qiziq holatlaringizdan bitta ikkitadan misol aytasiz. Eng qiziq holatlarim? Misol uchun dugonangizni bir narsalarni. Xo'p, bitta qiziq holat aytaman. U universitetimda bo'ldi. Ya'niki shunday bo'ldi. Universitetim darsim boshlandi. Darslarim o'tib bo'lib, kutubxonaga shoshdim. Ya'ni universitetim ichida joylashgan kutubxonaga shoshsam, menga telefon qo'ng'iroq bo'ldi. Keyin hayron bo'ldim. Kim ekan u deb ko'tarsam, o'zim kursdoshim. Erkak. Yo'q, ayol kishi. O'zimni kursdoshim telefon qilib qolishdi. Rasmga tushamiz, bugun oxirgi kunimiz deb qoldi. Keyin men kutmagandim bu narsani. Yo'q, men o'qishlarim muhim, hozir sal uzoqlik qiladi deb unga rad javobini berdim. Keyin chaqirdi yana. O'sha paytda qalin qor yog'ayotgandi. Xullas ular sizni ko'chaga chaqirdi. Ko'chaga chaqirdi. Keyin men borishga majbur bo'ldim. Oxir rozi qilishdi. Nima deydi, iltimos qilib, qayta so'ragandan rozi bo'ldim. Keyin borsam, kursdoshlarim hammasi to'planganda nima deydi, men uchun unutilmas narsa bo'ldi. Hammasi meni juda ham yaxshi ko'rishadi. Uni o'zim bilardim, lekin bu darajada nima deydi, ularni ko'ngillaridan joyiga olgan edim deb o'ylamagandim. Bayramga bir katta bir sovg'a. Yaqin. Ha, yaqin. Qanaqa qani bilingchi. U narsa o'zi hijolat aytishga. Xo'p, shu joyda taxminim bor, ayta qolaymi? Yoki merimi yoki ikkinchisi qandaydir bir tug'ilgan kun arafasida bo'lgan sovg'a desak ham, bayram uchun sovg'a bo'lgan. Bayram uchun sovg'a. Mayli, aytib beraman, bu narsani ochganim bo'lsin, unaqa yashiradigan narsa emas, pul. That's cool. $1000 bormi? Shundan ko'p desam bo'ladi. Nima uchun? Qaysi siz erishgan marriz yoki bir bergan saboqlaringiz uchunmi, o'quvchilaringizmi yoki dugonalaringizmi, o'zi kursdoshlaringizmi? Ha, yo'q, shunchaki sababsiz. Meni hayron qolganim ham shu. Biz bayram arafasida bir-birimizga Secret Santa degan narsa bor. Bizga bunaqa narsa. Hamma, Endi o'sha pulni cho'yamiz deb bo'ldi. Menga shu narsa sovg'a qilishmadi-da, pul ko'rinishida sovg'a berishdi, lekin men kutmadim, to'g'risi. Kutmagandim. Lekin xursand bo'ldim. Xullas siz chiqyapsiz, ular 3-4ta bo'lib turishibdi. Eng qizig'i, u narsani o'zimga shunday berishmadi-da. Hayron bo'ldim, men kutmagan edim. Bir-birimiz bilan xayrlashdik, rasmga tushdik, xayrlashdikda. Keyin cho'ntagimga kimdir nimadir solganini bilaman. Konvert. Kichkinagina konvertchi edi. Keyin hayron bo'ldim, nima ekan bu dedim. Keyin shunday cho'ntagimni olib qarasam, chiroyli o'sha bezatilgan konvertchada narsa turibdi, lekin o'shanda ham bilmadim. Radarda kelgan jarima emasmi, hozir. Oching deyishdi. Keyin hayron bo'ldim-da, shunday ochib qarasam, pul. It was unexpected. Kutilmagan bo'ldi. Ajoyib hayron bo'ldim. Nima uchun dedim. Pullar dollardami, o'zbek so'midami? O'zbek so'mida. Ay. Maydalardan o'zgarishgan, o'sha menimcha kattaroq summa bo'lgan, uni 3 dan birini bo'lishgan. Sal kattaroq, nimada bo'lgan? Konvertda bo'lgan. Xo'p, ana endi kelajakda qaysi sohada ishlamoqchisiz? Kelajakda Xudo xohlasa
ta'lim sohasida ta'lim sohasida, ya'ni inshaalloh nasib qilsa o'zim maktab ochish niyatim bor kelajakda. Bizda kulminasion joyi, hop, ochiladigan maktabni qanday nomlaysiz va kimni nomiga nomlaysiz? Albatta bironta shaxsni nomiga nomlash hozircha niyatim yo'q, lekin bir ikkita nom topib qo'yganman-u, u narsa haqida yana o'ylayapman. U narsa haqida o'ylayapman. Lekin hali aniq bitta to'xtamga kelganim yo'q, chunki ungacha bo'ladigan o'zi bosqichlar bor. Hali u nimaga yetib kelganim yo'q. Mani logom haqida nima deb o'ylaysiz? Bitta ko'rib, obzor qilib, o'zi sharhingiz bo'yicha qani fikrlashingizdan kelib chiqib, bitta qani просто ism mana so'zlarga E+, logotipga, ko'rinishga, E+, rasmga qani siz fikringiz? Xo'p, mana ko'rib turganlaringizdek, logotip buni men bugun ko'rib turibman. Robert Shaxmardanskiy Yangiboy. Nihoyatda nima demoqchi bo'lganim, nihoyatda nima deydi? Dizayniga kelsak. Inglizchada kelyapti-da so'z. Boshlang. Stylish. It's like stylish, like you know, nima deydi? Qandaydir stilli nomlaridan bir o'ziga xos, ya'ni odamda shunday o'zi o'qib qaraganda ko'ziga tashlanadi, keyin jalb qiladi o'ziga. Misol uchun menda shunaqa bo'ldi boshida ko'rganimda. Rostini aytsam, ayniqsa logotiplardagi rasmlari nihoyatda chiroyli, o'ziga yarasha olingan. Men hali biror marta ko'rmadim bunaqa logotipni. Bunga o'xshagan logotipni, balkim bordir, lekin men ko'rmadim, to'g'risi. Pastdagi so'zga tushadigan bo'lsak, fikringiz? Pastdagi so'zga tushadigan bo'lsak, dollar. Dollarning rasmi, albatta yaxshi niyat. Kelajakda yangi boy. Of course, it's a new like millionaire. I hope, I wish you reach the goals that you fixed. Thank you. Oh my god. Bunaqa maqtov eshitaman deb o'ylamadim. Ancha kompliment oldik opajondan, rahmat. Plus mana shu logotipni tayyorlash jarayonida ham har doim o'zim Instagramda faoliyat kunlik istoriyalarda olib, shu yangi boylar deb aytaman. Nimaga? Shu joyga ham to'xtalib o'taman, balkim keyinchalik ham bir jiddiyroq to'xtalarman, lekin mana shu yangi boy so'ziga to'xtaladigan bo'lsam, hozirgi qatlamni bilasiz, deyarli universitetni bitirishadi yoshlar hozirgi kunda ham. O'g'il bolalar, boring qizlar ko'p, ular oila mavzusida. Bilasiz, hayot qonuni, ular turmush quradi, vaqt kelib, asosiy maqsad erkak kishiga qaratiladi baribir. Yangi boy. Xo'p, universitetni bitirishadi, boring yana bir undan keyin 5 yil eng haligi o'ngga chapga, ya'ni oddiy bir misol qilib ko'chatni oladigan bo'lsak, ya'ni daraxtni, ko'chatini, yoshginasini ular ekiladi, 2-3 yildan keyin o'sib, shoxlab, u agar meva beradigan bo'lsa, hosil beradigan bo'lsa, u meva beradi. Bu shu davra shunaqaki, erkak kishida o'sadi, ulg'ayadi. Mana shu universitetdan bor, yana maktabdan keyingi davra ham mana shu 5 yilda oladigan bo'lsak, shu yaxshi yomon yo'llariga kirib ketish shu ehtimol juda kunda hozirgi kunda global muammo. Ularga misol qilib aytadigan bo'lsak, narkozavisimiz, ya'ni nima desam bo'ladi? Narkologiyada hozirgi davolanayotgan sonlar oshyapti. Plus o'zim shaxsan Ichki ishlar boshqarmasini YouTube hamda ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boraman. Bu siyosiy mavzu bo'lishiga qaramasdan aytib o'tishimizga, bu intervyuimizni yoshlar ko'radi. Deyarli postlar shuncha miqdorda narkotik aylanmasiga chek qo'yildi. Shunday kuryer bolalar ushlandi. Shularni oldini olish maqsadida yangi boy so'zini shu ancha vaqtdan beri men foydalanaman. Ya'ni aholi boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi. Plus boy insonlar jamiyatga kerakli insonlar. Misol uchun bor, yana meni ham qo'limda vaqt soat kelib million pullar aylanadi. Ana shu payt 10 minglab, yo'g'on yana 500 minglab ishchilarni men ish bilan ta'minlashim mumkin. Bu albatta keyinchalik yaxshi niyatlarimiz. Bor, yana mana shu holatimiz ham ancha yillar oldingi bizni o'y, xayol, yaxshi niyatlarimiz bo'lgan. Plus opajonimiz bilan Dipsterga o'qib o'tirib birga tayyorlangan joylarimizdagi o'y xayollarimiz hozirgi kundagi holatimiz. Opajonim, rahmat sizga shunchalik fikrlaringizni bo'rilib
aytib o'tdingiz, yoshlarga tavsiyalar berdingiz. Rahmat. Plus logotipga bo'lgan sizni fikringiz uchun rahmat alohida. Opajon, ana endi kelayotgan 2026-yil sizga muvaffaqiyatli hamda katta marralarga erishish uchun arzirli, sababli bo'ladigan yil bo'lsin. Plus 2026-yilda sizni orzu, niyatlaringiz va yana planlaringiz. Misol uchun mashina sotib olishmi yoki bir biznes boshlashmi? Bu sir desammi? Eshitaman. Mayli, yana ochaman. 2026-yilga inshaalloh Xudo xohlasa Konvertlardan ko'proq olib tursak, inshaalloh. Albatta til sertifikatlariga ega bo'lish, buni aytganimdek, ya'ni nemis tili, ingliz tili, yana ingliz tili bo'yicha, arab tili uning ichida. Ya'ni o'zimni karyeramni chuqurroq, o'zimni karyeramga kirib borish, albatta ishga joylashish, yana yaxshi nufuzli joyga. Ha, kursimni mana universitetda kursimni yaxshi bitirib olib, Xudo xohlasa chetga aylangani borish. Xo'p, ana endi zo'r mavzuda o'zingiz keyin yuzaga chiqardingiz. Yevropa mamlakatlarimi yoki Osiyo davlatlarimi, shu qaysi mamlakatga sayohat qilishni o'zingiz niyat qilib orzu qilgansiz? Mani orzuyim, to'g'risini aytsam, ikkita davlat bo'lgan. Hozirgacha ham shunaqa. Bu LA, Gollivudga borish, ya'ni United States, Amerika. Nihoyatda qiziqaman o'sha joylarda ko'rishdi. Keyin ikkinchisi Saudiya Arabistoni. Misr davlatlari, ha. Shunaqa. Xo'p. Mana endi baribir bu meni intervyuim, o'zim xohlagancha gapiraman, fikrimni bildiraman. Shveysariya davlatiga borib ana shu yerda fuqaroligini olishimga bir narsa to'sqinlik qilgan. U ham bo'lsa meni yoshim. Men 2 yilcha oldin Rossiya Federatsiyasida bir o'zimiz tijorat, ya'ni ishlar bilan yurganimizda shunday bir sharoit plus возможность bo'lgan. Qanday desangiz, dokumentalniy orqali shu Germaniya chelisi shunday qilib o'zimizni tanish birodarlar bilan shu Shveysariyaga borib, ana shu yerda fuqaroligini olish bo'yicha rejalarimiz bor edi, lekin men o'sha payt 19 yosh bo'lganman, hozirgi kunda 22 yoshman. Mana shu imkoniyat hozirgi kunda bo'lganda, o'sha vaqtda hozirgi kunda Shveysariya fuqarosi Nozimjon Yo'ldashev sizlar bilan gaplashib o'tirgan bo'lardi, lekin hozirgi kunda men mana O'zbekistondamiz, yashayapmiz, ota-onamiz oldidamiz, Farg'onadamiz. Bundan men faxrlanaman. Shu yaxshi bo'lsak bo'layapmiz, yomon bo'layotganimiz yo'q. Xo'p, ana endi savolni intervyuimizni qisqa va ma'noli va saviyali intervyuimizni shu joygacha ko'rdilaring. Rahmat. Shu joyda qanaqa savollar, kamchiliklardan bo'lgan bo'lsa, shu uzr so'rab, albatta bu intervyuimiz o'zimizga arxiv, ya'ni esdalik uchun olindi. Sizga ham intervyu uchun, taklif uchun kattakon rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Bugun sizni ko'rib, to'g'risi kutmadim. Nima deydi? O'sha 5 yil oldingi kutubxonada nima deydi, speaking club nimalari juda ham esimga tushib ketdi sizni ko'rib. Bu boshqacha odamga nima beradi? Memory beradi. Xudo xohlasa bu ham xuddi shunaqa istoriya bo'lib qoladi degan umiddaman. Qoyil. Rahmat fikrlaringiz uchun. Ana endi shu joygacha ko'rdilaring. Albatta layklarni bosamiz va kanalga obuna bo'lib davom etamiz keyingi hayotda yashash uchun. Rahmat sizlarga.